Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Mana fermadan, o'sha Oziz akani fermasidan sotuvdagi simental sigirbob ena bola. Bolasi novvoscha. Mana turishi, bo'ylari 1.60. Bo'ylari 1.60 chiqadi. O'ta gigant mol ekan. Xudo xolasa bolasi ham shunaqa bo'ladi. Ena bola sotuvda. Bosi bor. Hamma narsani savdosi bo'ladi. Buni ham savdosi bor. Endi sigir shunaqa katta bo'lgandan keyin buqasi bundan ancha katta bo'ladi-da. Uchta simental bo'zaycha ham bor ekan. Ishqibozlari bo'zay olaman degani ham, ena bola olaman degani ham, sigir olaman degani ham bemalol shu yerdan topsa bo'lar ekan. Hozirga narxini aytib qo'ying endi. Aka, bo'zaylarni ham, mana ena bolani ham. Hozir sotuvda-da, to'g'rimi? 48 million. Mana bollarichi? Bol anu отдельный. 38 million. Xayri bor, kelib gaplashib